21-masala. Boburning bir kunlik iste'mol qilgan ozuqasida oqsil va yog'ning massasi teng bo'lib, uglevodning massasi esa oqsil va yog'ning massasidan 2,5 marta ko'p. Barcha mahsulotlardan 3390 kilokaloriya energiya ajralgan bo'lsa, Boburning qancha gram oqsil iste'mol qilganini aniqlang. Oqsil, yog', uglevod bo'lgan. Oqsil va yog'ning massasi teng. Shuning uchun yog' va oqsilda x gramdan deb belgilaymiz. Uglevodning massasi esa oqsil va yog'ning massasidan 2,5 marta ko'p. Ikkalasining yig'indisi 2x, shulardan 2,5 marta ko'p. Jami 5x uglevod bo'ladi. 1 gram oqsil parchalanganda demak 4,1 hosil qilsa, x gramda 4,1x oqsil, 9,3x yog', uglevod 5x edi. 5x da 4,1 ga ko'paytirsak 20,5x kilokaloriya energiya hosil bo'lgan. Tenglama qilamiz. Jami qo'shib olsak 3390 kilokaloriya chiqishi kerak. Bu noma'lumlarni qo'shsak 33,9x tenglik 3390 ga teng bo'lyapti. X 100 ga teng bo'lyapti. Bu yerda oqsilni so'ragani uchun oqsil x gram edi. Javob 100 gram oqsil bo'lgan.